15 karra O'zbekiston chempioni, 5 karra Osiyo chempioni, 2 karra Yevropa chempioni, 2 karra qo'l jangi bo'yicha chempionlikni hamda universal jang yo'nalishida ham jahon chempionligini qo'lga kiritgan. Murod havaskorlar o'rtasidagi janglarda hamma narsaga erishgan. Endi u MMA ga o'tishga qaror qiladi. U bungacha ham noqonuniy MMA turnirlarida janglar o'tkazgandi. 2013-yili Murod og'ir vazndagilar o'rtasida Grand Prixda qatnashadi. Bu musobaqa Qozog'istonda tashkil etilib, butun dunyodagi 8 nafar og'ir vaznli jangchilarni to'plagandi. Murodning ilk jangi moldovalik UFC jangchisi Iona Kutilabaga qarshi o'tadi. Jang juda qisqa vaqt davom etadi. Murod bir zarbada Ionani nokautga uchratadi. Hakam 24-soniyadayoq o'yinni to'xtatishga majbur bo'ladi. Natijada Murod yarim finalga ko'tariladi. Uni yarim finalda gruziyalik David Shivilidze kutardi. Jangning birinchi raundidanoq Murod Davidga oyoqlari bilan kuchli zarbalar bera boshlaydi. David kuchli raqibga qarshi hech narsa qila olmaydi, lekin Murod raqibiga